eng qizig'i 7 oylik qo'ydi narxida. Ishonasizmi? Telefonni menga qaratingda, musofirda ishlayib turgan aka-ukalarim bor-da. Telefon qilsa yana 100 dan o'tdi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Bitta olsachi. Bitta olsa ham shu narxdan. Hurmatli tomoshabinlar, katta 12 oylik, 13 oylik qo'chqorlar akalar, kam dumba sergosh variantidan bugungi video syomkamizda chiqadi akalar. Videoni boshidan aka bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugungi narx aka o'zgacha bo'ladi aka. Katta qo'chqorlar narxi aka pashti qo'zi narxida bo'ladi akalar. Videoni e'tibor bilan ko'ring, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun xudo xolasa akalar haftaning seshanba kuni 30-iyun 2026-yil biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz akalar. Ya'ni Azizbek akamizni qo'rolariga kelganmiz akalar. Kanalimizga to'g'risini aytganda yangi mehmon. Qani qo'ylarning narxini ko'ramiz akalar. Narxini juda ham arzon qilib beraman deyaptilar akalar. Like bosib tursangiz, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlar beramiz. Azizbek aka, keling. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Obunachilar kuzatib, like bosib tursin. Bugun 6 millionda pastda bo'ladi. Qo'ylar katta qo'chqorlar 6 million pastda bo'ladi. Ha, ikki tishlar. Ikki tish qo'chqorlar xudo xolasa. 12 oylik, 13 oylik atrofida endi qo'zisi bo'lsa ham akalar o'zi ikki tishga o'tishga yaqinda. Azizbek aka bugungi aka necha partiya qo'y ko'rsatamiz? Xo'p, bugunga xudo xolasa 3 partiya video qilamiz. Ma'noli, mazmunli video bo'ladi, xudo xolasa. Jami soni nechta kelgan qo'ylar aka? Jami soni bir 100 tacha bor. Birinchi partiyamizga 40 dona. 40 ta. Qo'ydi akalar, bu eng yiriga bu. Eng yiriga shakka o'tgan variant. Yemini yeb turgan ha bu qo'chqorlar ha. Xudo xolasa yemini yeb turgan kuziga tayyor bo'ladi. 10 million so'mlik bo'ladi, xudo xolasa kuziga. Kelaman ham, buni qarang. Dumbalari akalar hammasini tikka dumba. Bu qo'chqorlar bilasiz akalar, tikka dumba qo'chqorlar akalar juda ham go'shti foizini akalar tanasiga yig'adigan, tanasi yo'g'on, qovurg'alari qalin qo'chqor bo'ladi akalar. Lekin hozir aka imkoniyat siz olib qo'ying. Azizbek imkon bo'lsa mana shu ushlab ko'rsatinglar. Qo'y ushlaganda yaxshi ko'rinadi bar odamni oldida. Aha. Mana 40 tasi bir tishlarini ochib, ushlab ko'rsatinglar aka mana. Ha. Mochlarni qarang. Shakka o'tgan. Yana ushlavering, ikkita, uchta ko'p ushlavering. Bo'ylar necha chiqyapti aka? 80-85. Mana qo'chqorlar akalarni ko'ring. 80-85 atrofida. Pardoz berilmayapti. Mana shak. Ikki. Zotqa ham bor mana. Mana. Jonivorlar yo'g'on ekan lekin, polvonligi ham yaxshi ekan lekin. Ikki. Hammasi ikki ekanda buni. Alisher aka, hammasi xudo xolasa ikki tishdan. Buni pardoz berilmadi. Ha, bu keldi mana chiqaryapman. Xudo xolasa. Mana bunday narsada bu yemini yeb turgan qo'chqor endi qo'zi emas. 80 dan 85 gacha deyapmiz bo'yini. Narxini imkon qadar yengilroq qo'yadigan bo'lsangiz aka to'g'risi gap, obunachilarimiz olishsin, 5 tami, 6 tami masofadan tura olishadimi? Har turiga olishsin aka. Ha? Alisher aka, xudo xolasa obunachilaringizga ham deb turing. Kanalingizda yangiman ham deb turing. 6 million so'mdan qo'yaman dedim. 6 million pastda dedingiz, to'g'rimi? 6 million pastda bo'ladi bugun. Shu bugun. Xo'p, bitta narx aytaman Alisher aka. Ha, qanchadan? 100 ming so'mdan tushib beraman Alisher aka. 5 million 900 dan bo'lyapti. 5 million 900 dan. Ha. Agar bunday narsada internetda ham, bozorda ham to'g'risini aytganda qo'y ko'p, lekin hamma qo'yda ham o'ziga yarasha narxi bor. Lekin siz mana bu qo'yilgan narxni agar yengil qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'risi gapda, hamma ham 50-100 ming arzonlaydi deydi aka. Misol o'zingiz ham bitta hayvon olayotganda, nimadir olayotganda, to'g'risi gap, sifati yaxshi bo'lsa, 50 so'm, 100 so'm arzon bo'lsa, shunisiga yopishamiz aka. O'shaning uchun narxini ozgina farq qildirib qo'ying aka. Bo'ldi, Alisher aka, sizni obunachilaringizga ham deb turing. Xo'p, og'irgi narxni aytaman, xudo xolasa, kelishtirib beraman. Sizning like bosib, kommentariyaga yurakchani qizartirib qo'ysan deb turing. 57 dan ketdi mana. 5 million 700 5 million 700 dan ketdi mana qo'ylar. Masalan, akalar 57 dan zo'r qo'yib yuborishdi akalar qo'ylarni. Mana ikki tish qo'chqor aka. Bu ikki tish qo'chqorlar bunaqa 5 million 700 ming so'mdan aka to'g'risini aytganda mana 5 dan 6 tasini ichini ochilgan bo'lsa, hammasi ikki tishga o'tgan aka. Yemini yeb turgan qo'chqor, xudo xolasa yana bundan buyog'iga davom ettirib ketaman degan ukalarimizga faqat plus yuradi aka. Aka, bitta gap, buni olib borilgandan keyin xudo xolasa yetkazib, dastavka qilib berasiz-ku. Sog'ligiga garantiyasini berasiz aka. Sog'ligiga Alisher aka 1 hafta garantiya. Buni bitta olsa ham deb turing, 10 ta olsa ham hammasini olishingni tavsiya qilaman. 5 million 700 dan ketdi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Bitta olsa-chi? Bitta olsa ham shu narxdan. Bitta olsa ham ketaveradi. Bitta narxdan ash ketaveradi. Mana bo'lsa, akalar 5 million 700 ming so'mdan bitta olsa ham qo'yib yuborishdi. Haydangchi polvon. Aka, lekin bunday qilar ekanmiz bo'lsam. Agar hammasini olamiz deydigan obunachilar bo'lsa, ozmoz o'tib berganmiz aka. Alisher aka, xudo xolasa
o'zi hozir siz tushingizdan juda lekin qo'ydi o'g'irlab yeyinga o'xshaysiz aka. Biror joydan. Prosta obunachilaringizga yengil qo'yib bersam, ertaga yana olishaveradi. To'ppa-to'g'ri. Nimagaki ertaga laykni bosib hali qilsa, yana qo'llab-quvvatlab tursa aka, to'g'risi gap, siz undan haligi nima bo'ladi? Odamga arzonchi degan nomni olaman, xudo xolasa. O'sha obunachilaringizga ishlayman bundan bari. San'atkorlarga ham aka qarsak kerak bo'ladi-yu, bizga ham aka layk kerak-da. Laykni bosib paddashga qilib turadigan bo'lsangiz aka, bundan biz to'g'risi aytganda, akalar chiroyli sizga yaxshi qo'chqorlar qo'yib beramiz aka. Mana 5 million 700 ming so'mdan xohlaganingizni tanlab oling aka. Eng qizig'i aka, optimga oladigan bo'lsangiz akalar 40 tasini optimga oldim deydigan bo'lsangiz akalar, yana ozmas o'tadigan joyi bor. Mana akalar tavsiya qilaman o'zim qo'chqorlarni. Mana shu qo'chqorlarni oling mana. Aka, telefon qilsangiz bo'yini o'lchab, har tomonlama tishini ochib, garantiyalarni berilaveradi akalar. Hamma ma'lumotlarni telefon orqali beraverasiz, Azbek aka. Alisher aka, xudo xolasa bo'ylari 80-85 chiqadi. Telefon qilsa yana tushuntirib beraman, tushunmagan narsalarni, xudo xolasa. Bo'ldi. Gilamnisi aka, hammasini chiroyli qilib muomala yurasiz. Yo'liga yuraman. Menga telefon qilgan odam qo'ysiz qolmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh akalar. Qo'y bilan ishini bitiraman. Har bir obunachilarimiz nasib qilsa kerak, mana ikki qo'chqorlar 5 million 700 ming so'mdan qo'yib yuborsa kerak, bunaqasi bo'lmagan lekin. Alisher aka, hammasini o'g'inga tavsiya qilaman. Like bosib qo'yasizlar kerak. Keyingi partiyamizga bundan ham ko'ra pul yengilroqlar bor deng. Bundan ham ko'ra pul yengillari chiqadi. Tushundim. Like bosib qo'ysin mehnatimga. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu qo'zlarimizga ham akalar bitta e'tibor berib qo'yasizlar kerak. Xudo xolasa bu yana ham pul yengilroq varianti. Bu ham aka, bu yilgi qo'zi emas aka. To'qli varianti, o'sha pashti 10 oylik 11 oylik atrofida menimcha Azbek aka. Shunaqa. Xudo xolasa 10 oylik 11 oylik sarxlar. 11-12 oylik xudo xolasa bular. Tishini endi bitta yoryapti aka. Yebichari zo'radi xolasa. Yebichari bir hafta sinovi bor, kafolati. Nechta dedingiz buni sonini? Buni 25 ta. 20 ta bu. 20 ta. 20 ta ekan. Akalar, mana bu qarang, qo'chqorlar o'zi juda sergo'sh ekanda. Endi to'g'risi gap akalar, buni boqib qo'yganingizdan keyin yaxshi semirtirib qo'ysangiz, buni qo'ylar hadovoy bo'ladi-da, chunki aka o'rta qo'y. To'g'risi aytgan narxini ham xudo xolasa pashti qo'zim narxida qo'yib beraman deyaptilar aka. Hop, Azbek aka o'zi 20 ta ekan. Bu 20 tasini obunachilarimiz o'zi ko'rishdi. Narxini yengil qilib berasiz. Bundan keyin pichmalari ham bor deyapsiz, buni? Bundan keyin bir partiya pichmalari ham bor Alisher aka. Xudo xolasa nargi birinchi partiyani qo'ydik-ku. Undan 200 ming alegis tushib beraman. 200 ming kam berish. 200 ming kam berishaveradi. 5,5 milliondanmi? 5,5 million so'mdan. To'sing oldini. Yana telefon qilsa yana o'tib beraveramiz Azbek aka. Yana telefon qilsa yana o'tib beraman. 5 million, 5,5 nima yozing tushib bering buni ham. Bu ham yengil ketsin aka. Bo'ldi. Obunachilaringiz like bosib qo'ysan deb turing. Ketdi. 5 million 200 dan berishadi. 5 million 200 ming. 5 million 200 dan ketdi mana. Siz sira 100 ming tusharkansiz aka. 300 ming tushaman. Nimaga klientlarga ishlayman bundan bari, xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursa. 5 million 300 ming so'mdan oyoq qo'li ham yaxshi ekan lekin. Ushlab ko'rsating bitta ikkitasini. Jublab ushlab ko'rsating aka. Mana qarang mana. Mana. Qo'llar tarsillaydi janob. Mana. O'zimdek odam bilan yonida ko'rsangiz ham bo'ladi-da, kerak. Qo'yavering. Azbek aka 5 million 200 ming so'mdan 20 tasini optimga olaman desa beriladi aka. Alisher aka hammani 20 ta olaman degan odamga ham deb turing. Telefonda ishini bitiraman. Xayrini ham qilib beraman shuni. Xayri ham bor. Telefonni menga qaratingda, musofirda ishlayib turgan aka-ukalarim bor-da. Telefon qilsa yana 100 dan o'tdim. Yana 100 mingdan. Yana 100 ming. 5 million 100 mingdan bo'ladi. 5 million 100 mingdan ketdi mana. 20 ta olaman degan odam. Yana nima kerak aka? 5 million 100 ming so'mdan. Bunaqasi bo'lmagan lekin akalar. Agar xudo xolasa telefon qilib muomala qilsangiz yuriladi. Endi buni aka 4ta, 5ta, 2ta, 3ta tanlab olsa qanchadan? Ash narxda ketaveradi. Bu ham optim narxda ketadi. Bu ham optim narxda ketadi. Ha bitta olsan, 5 ta olsan. Lekin 20 tani o'g'limga tavsiya qilaman. Nimaga qochga buzilmagan. Ana shunday keladi, ana endi ketsa yaxshi deyman. Mana bu qo'chqorlarga aka kommentariyaga ham o'z fikringizni bildirib qo'ying endi. Chunki shunaqa orada akalar arzon qo'chqorlar kelib qoladi mana aka. Xolasa ish qo'vozi bo'lsa 5 million 100 ming so'mdan optim narxida yoqqan tanlab oling aka. Optimga olsangiz akalar yana o'zmaz o'tiladi aka, xudo xolasa. Ish qo'vozi bo'lsa tavsiya qilaman aka, aloqaga chiqib olasiz aka. Past raqamga qo'yib qo'yamiz. Bundan keyingi axtalari bor akalar. O'sha davleniyani ko'tarmaydigan, dori bo'ladigan xonadonga akalar bitta so'yib olishga ham boqsangiz bo'ladigan. Hozir axta qo'ylar chiqadi aka. Alisher aka, axtan narxi barran narxida chiqarib beraman. Go'sht narxi arzon tushadi-ku, ha? Go'sht narxi arzon tushadi. Davleniyani ko'tarmaydi. Bir xil dollardan axtalar chiqadi. Inshaalloh. Akalar, keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar. Keyingi partiyamizga zo'rlari chiqadi akalar. Hali video oxirigacha ko'rib turing.
Hurmatli tomoshabinlar, mana bu qo'ylarga ham e'tibor berasizlar akalar. Eng qizig'i 7 oylik qo'ydi narxida. Ishonasiz, mana shu qo'chqorlar qo'ylar akalar. Ya'ni aqta akalar bu. Qo'chqor emas. Endi asli qo'chqor bo'lgan, lekin akalar hammasi aqta akalar. Ya'ni pichma qo'y. Xudo xolasa bu akalar qo'y go'sht yo'nalishiga uyingizda, xonadonda so'yib olgani yoki aka boqib turib so'yib bersangiz ham, xudo xolasa aka go'shti ham zo'r chiqadi mana shu qo'chqorlar, qo'ylarda akalar. Chunki bu aka beg'am bo'ladi, yaxshi semiradi akalar. Olib boqsangiz aka narxi eng muhimi narxi juda ham arzon. Azbek aka nechta buni soni? Buni soni Alisher aka bir 20 ta. 20 ta. 20 lekin oyog'i suyak yaxshi ekan, oyoq qo'li yaxshi ekan lekin. Qo'li zo'r, oyoq qo'li uzun narsalar Alisher aka, xudo xolasa. Yeb ichari zo'rmi? Yeb ichari 1 hafta garantiya. Bir hafta Garantiyasini garantiyasi beraman bor. Alisher aka, xudo xolasa. Ishqibozi bo'lsa, akalar pastda raqamlar. Endi to'g'risini aytganda akalar, juda ko'pchilik kerak bo'lsa qo'chqor sog'liq boqishadi akalar, lekin sog'liq boqqandan ko'ra mana bu qo'yni boqib qo'ysangiz aka, sog'liqdan go'shi ham zo'r chiqadi aka, lekin kerak bo'lsa sog'liqdan go'shi ham qimmatroq yuradi bu qo'ylar narxi akalar. Xo'p, Azbek aka, buni 20 tasini aka bitta hayron qoldiradigan narx ayting. Bo'ldi. Bugun 5 million pastda chiqadi bular. Mana shular. Barra narxida qo'yib beraman shularni, aqtaladi. Xo'p. 4,5 million so'mdan olishsin. 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 dan olishsin. Sirazi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Sirazi. Yashang, mana masalan. Akalar, 4 million 500 ming so'mdan asosan bizda endi bilgan joylarimizda aytamiz, Kosonsoy asosan akalar shu aqta qo'ydi go'shini yeyishadi akalar. Mana olib qo'ying aka, 4 million 500 ming so'mdan bir joyga tortib qo'ysangiz ham aka, mana shu holatda ushab tursangiz ham aka, ozgina bozor yurgandan keyin aka qo'ylar narxi 5,5 million ustida mana shu qo'ylar narxi. Xolos aka, realni gap. Mana kerak bo'lsa, mana shu holatiga qo'chqorib qo'ysa ham 5,5 million aka, 1 million arzon bo'ldi lekin. Tavsiya qilaman akalar, aloqaga chiqaverasizlar. 4 million 500 ming so'mdan aka so'ragan odam hijolat. Mana telefon qilib oldim desangiz bo'ldi aka. Tanlab olishgacha aka. Tanlab olish ham o'sha narx. Tanlab olishaversinmi? Tanlab olaversin ham ichidan. Ana bo'lsa. Tushunaveram. Ha bitta olishsan, ikkita olishsan. Bugun haqiqatdan aka videosi ham zo'r bo'ldi lekin narxlar aka gap bo'lishi mumkin emas lekin narxlarga. Tavsiya qilaman akalar. Nima deymiz endi boshqa? Aka buni ming maqtaganingizdan o'z obunachilar ko'rib turishdi. Alisher aka, bo'ylari ham necha chiqadi bittasini ushlab ko'rib. Bo'ylari ushlab yuboringchi. O'sha bo'lmaydi. To'st olganda bular ha. Juda chosroq. Necha chiqadi bo'ybasi taxminan? Bo'yvasini 75 ga olishsin. Bitta ushlangchi aka. Endi to'g'risi gap u 75 ni qo'y bundan ancha kichik bo'ladi. Endi siz ham ushlangchi. Qo'lingizga kirgan qo'ydi shu aka. Mana Alisher aka. Mana. O'ta chor son. Mana shu endi to'g'risi gap aka 75 atrofida chiqadi, lekin 80 ham bor ichida Alisher aka. 80 mana shu qo'ylarda ham ushlangchi. 80 lari ham bor. Farqi yo'q, qo'lingizga kirganini ushlang. Ana Alisher aka. Mana. Mana aka qo'y. Aka mana 80 dan kam emas mana shu qo'ylar akalar. Endi 75 dan 80 gacha, chunki 75 ta narxi bo'ldi o'zi, ha? Shunaqa, ha. Zo'r bo'ldi. Alisher aka 75 dan olishaversin. Bo'ldi. Ishqibozlar bo'lsa aka aloqaga chiqaverasizlar, pastda raqamga qo'yib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.